Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. Celaleddin Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifeler Tarihi namlı kitabıda biz Abbasilarniki Mısır'daki halifelerden Hakim bi emrillah degan halifeniki hayatı bilen tanışıp çıkıvatkan ve müştevirde boğan mühim vakalar hakkında toxtalgan edik. Biz şu dersiniki bugün aygıda 665 yıl boğa vaxtida Sultan Hasniye degan o'rinda bir cami silishga buyurgan deydi. Mana bu 667 yili bitib chiqqan. Buningga Hanifi mazhabdan bo'lgan bir kishini xatib saylagan deb Jaloliddin Suyuti bu zikrni bayon qilgan. Bu Misrdagi bu Hasniye jamisiniki o'rnini bilamidik. Endi Husayniyamiga desak, Husayniya jamisi Misrdagi Qohiradagi buni Fatimilar sog'in. Balkim Fatimilarning Husayniya jamisiga bir raqobat asosida bu sunniy mazhabniki bu jamisini sog'in bo'lishmi ehtimolga nihoyat yaqin. Hamda Navba shaharlarini fath qilish masalasi Hijriyaning 664-yil bo'lgan vaqtida Sultan Navba, Donqula qatorliq shaharlarga askar avatdi. Hamda Biladun Navba deganimiz hozirgi shu Misrniki janubiy Aswan taraflar ve şundaqla şu Sudan'ı öz içine aldı. Donqula degan bu Sudan'ın özü. Sudan bu Nil Vadisi'ndeki en katta şehirlerniki biri. Burundan bu yerden ait nurgun medeniyetler, nurgun padişahlık, xallıklar bo'lgan. Donqula asasen şu Khartoum paytaxt tarafga to'g'ri keldi. Umuman de şu ikki cho'ng Sudan, hozirgi Sudan ikki davlat bor. Şu Biladun Navba desem şu Qarqurumlar yurtlarini o'z ichiga olgan. Bu urushda bular g'alaba qilib Navbaning podshohini asirga olib, buni Malki Zohir Baybarisga avatgan dedi. Donqilaliklarga jizya bekitgan. Bu islomiy boj. Allohga hamdlar bo'lsin. Hamda Imom Zahabi rahmatullohi alayhi shundaq deydi. Biladun Navba Hijriya 31-yili tunji qitim Abdullah ibn Abi Sarh degan sahoba 5000 dona chavandozni elib hujum qilgan bo'lsa-mu, bu fath qilinmagan. Abdullah ibn Abi Sarhningki nomida hozir bir masjid bor shu yerda. Bu Sudanda qurilgan eng tunji masjid bo'ldi bu. Abdullah ibn Abi Sarh degan nayt buyuk sahoba, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki vahiylarini yezish qatnashgan. Undan keyin murtad bo'lgan bu odam. Kapırlab kendini yenip ketken. Onun yağı qaytadan musulman bo'lgan. Keyin şu Osmanlı devrinde Hazreti Osman radhiyallahu anhu ve Muaviye devirlerinde Afrika taraflarınki fethi qilishga ulusag'an büyük bir kishi bu. O shaharni vaqti fethi qilmay, ular bilan to'xtam tuzib qaytib kelgan. Masjid balkim shu vaqtda silingan bo'lishi mumkin. Hisham ibn Abdülmelik'nin devirde Biladun Navba yani Sudan bir qıtım yani hücumga uçrab fethi qilinmagan. Abu Ja'far al-Mansur zamanında şu andin Abbasilar davridagi Tikin degan bir Türk alıp Tikin degan bir Türk urush qilgan. Andin Kafir Ekşiydi. Bu mu Farg'onalik Türklardan bu hücum qilgan. Andin Nasiruddavla ibn Hamadan, Nasiruddavla Hamadani bu hücum qilgan. Andın Salahiddin Eyyubi'nin aksi Turanşah bu 568 yili Biladun Navbaga hücum qilib kirgan. Lekin umuman mushula hücum qilgan bilan qisman g'albilan qo'lga keltirsimi umumiylik bu shaharlar mushu yil qadar fath qilinmagan. Shunashqa bu vaqtda Ibn Abduzzohir degan shoir mundaq degan: Haza huvel fethu la şey'un semi'te bihi fi şahidil ayni la ma fi asanidi. Man bu fethini sen bu ko'zing bilan ko'rgan fethi bu rivoyatlardagi sanatlik gap emas, amaliyotda sen ko'rgan fethidir degan. Demak 674-yili Sultan Zohir Baybarisning zamonida hozirgi Sudan deb atilayotgan Aswan degan shaharlar umumiylik musulmonlar qo'liga o'tgan. Hem de Sultan Zohir Baybarisning ölümü ve bu adamın oğlu Malki Saidni padişah qilganligining bayoni. Hijriya 676-yil bo'lgan vaqtida Damashqda Muharram oyida Sultan Zohir Baybaris o'lib ketdi.
Oğlu Melkus Said Muhammed bu sultan bo'ldi. Mana bu vaqtida bu 18 yosh edi. Bu vaqtning o'zida Taqiy ibn Razin degan kishiga Misr bilan Qohiraniki sud qazosi ikkisini tang bejirdigan qilib bekitib berdi. Misr biz degandek hozir Umr ibn As jamisi bor taraf qadimgi Misr. Qohira bo'lsa Azhar jami bor taraf. Bu ikkilisi shu vaqtida ayrim ikki shahar hamda. Misrning sud ishlari burun Qohiraning sud ishlari qaraganda ayrim mustaqil edi. Buningdan keyin Misrning sud ishlari Qohiraning sud ishlaridan yolg'iz yegani bo'lib boqmadi dedi. Shu davrdan tortib to hozirga qadar Misr shahri bilan Qohira shahriniki sud masalasi bir qozi bejirdigan cho'ng qozi. Mushu avval yuz berdi demakchi. Melkus Said Sultan Zahir Beybirisinin oğlu Melkus Said'ni g'ulab tushiritish bu kishining o'limi hamda Sultan Qalavunning sultan bo'lishi. Bu Sultan Qalavunning avlodi Misrni uzun mezgil so'g'anlar bular. Hijriya 678 yil bo'lgan vaqtida Melkus Saidni saltanatdan g'ulab tushiritib bu odamni Kerk sultan qilib qo'ydi. Vali hamda Kerk degan hozirgi Iordaniyadagi bir kichik bir shahar. Şu yili bu bala ölüp gitti. Ondaqda 20 yaşta ölüp gitti. Onun ornuğa Mısır'da oksi Bedir'din Salamişni vali qilib bekitgan edi. Bu amma Bedir'din Salamişning yaşı bu vaqtida tığı 7 yaş. Hamda bu Salamişni Melikul Adil degan laqam berildi bu vaqtda. Bununki Atabeki ustoziga Sayfuddin Qalavudni Atabek qilib bekitdi dedi. Bunun namida 100 ga Sultan Melikul Adil'nin ismi bilen yani bir yüzge Sultan Atabek Sayfuddin Qalavunning nomi bilen pulla qo'yildi. Bu ishkaylarga tang xutbalarda, juma xutbalarida nom sharifiga xutba o'qildi. Biroq Sultan Salamishni adovatsiz, ixtilofsiz holatda saltanatdan Rajab oyida g'ulab tushirib etdi. Sultan Sayfuddin Qalavun sultan bo'lib oldi. Buni Malikul Mansur degan nom bilan ataldi. Hijriya 679 yil bo'lgan vaqtida Arfat kuni Misr diyorida ajoyib yo'g'onliqda mo'ldirlar tushdi dedi. Mo'ldir mama. Yo'g'on ashta mo'ldirlar tushib ketdi dedi. Chaqmoq chiqib bu bir ig'ir voqea bo'lsa kerak. Hijriya 680 yil bo'lgan vaqtida Mo'ng'ul qo'shinlari Shamga yetib keldi. Bu aralıqda güldürmami qattiq shu ovoz bilan güldürmami chiqdi. Sultan ular bilan urush qilish uchun chiqib, saplar tuzilib ketdi. Ig'ir bir o'lim voqealari yuz berdi dedi. G'albi musulmonlarga mansub bo'ldi. Valillahil hamd deydi Jaloliddin Suyuti. Tarablus shahrini fath qilish, buni yangidan qaytirilish, Tarablus hozirgi Liviya 688 yil bo'lgan vaqtida Sultan Tarablus shahrini jihad bilan, yani qilich bilan elib oldi dedi. Bu 503 yildan tortib ta mushu vaqt qadar, ya'ni 200 yil qadar taxminan paranglarning qulida edi. Balki hozirgi shu İtalyan, Fransuz paranglar bo'lsa kerak. Chunki Italiyaga yaqin hamda Liviya bir dengizlik kichikdan bir orliq bor. Bu tunji qatim bu shahar Muaviya zamonasida fath qilingan. Ibnul Asir Toj bu haqda bir bishoratlik, xushalliq bir xatni yozib, Yamanning sohibiga avatib bu xatda mundaq degan. O'sha vaqtdan tortib xalifalar bo'lsin, podsholar bo'lsin, hammasi o'zi bilan mashg'ul edi dedi. O'zining uns o'lpitiga bekinib qolgan edi. Salomat, ya'ni urushsiz yurgan vaqtlarni g'animat deb o'ylaydi. Urush haqida ularga gap bo'lsa, ular hammasi mag'lubiyatning yo'lini izlaydi. Qandoq biz agar chekinsak, qandoq chekinamiz, qandoq qaytamiz degandek g'alba qilish o yonda emas, avval ular yurkidillam yengilib bo'ladi demoqchi. Amaliyotda bu sultonlarningki darajasi yuqori. Hatta pulla, xutbalar buning bilan o'qilgan, qo'yilgan, shuning bilan qanoat qilgan, o'zining mansibi bilan qanoat qilib qolgan.
Əməliyyatda başqalarının mal dünyası bulunuyatqan, şəhərlər qoldan ketiyatqan deydi. Bu bulanğan, yo'qolgan narsalarga bular parvo qilmaydi. Ular xuddi shoir degandek mundaq bo'lib qolgan. Urush qiladi, o'ltirildi, qo'g'lishidi, qo'g'lindi. Urush qiladi, yana bular urushda yengiladi deydi. G'albi nusrat izlishidi-yu, lekin mag'lub bo'ladi bular. Allah ahire öz diniga yordam beradigan, küfrni yo'qitadigan, shaytonlarni bechit qiladigan bir odamni Allah operativ qilib berdi degan. Demak, bu Tarabilisni fatih qilgan kishini, yani balkim bu Sultan Qalavun bo'lsa kerak, Sayfiddin Qalavun, mush kishini ta'riflab Ibnul Asir degan kishi Yamanning valisiga mush bishorat xatni yozgan ekan. Ularning ba'zi deydi Tarabilis degan gap Rim tilida bir yerdeki toplangan 3 qo'rg'on degan bo'ladi deb sifatlagan. Hamda Sultan Qalavunning o'limi va o'g'li Ashraf Boyni Vali sultan qilganlikning bayoni. 689-yil bo'lgan vaqtida Sultan Sayfiddin Qalavun Zulqadeyda o'lib ketgan bo'lib, o'g'li Malikul Ashraf Salohiddin Xalil sultan bo'ldi. Bu xilofat ishlarini namoyon qildi deydi. Julolik qilib ko'rsatdi. Yani onun azroq bir xalq jihatdan xalqqa nisbatan bir e'tibor berdi, hurmat berdi. Dadisi Sayfiddin Qalavunning zamonasida xilofat ishlari nihoyat xunuk, ojiz, ko'rinmas bo'lib qolgan deydi. Hatta dadisi xalifadan ayni vaqtida podshohlik yorliqini menga tushirib bersizlar deb bir rasmiyatga taklif qilmagan xalifani. Hamda mavu o'g'li Ashraf Boyning zamonasiga kelganda xalifa kishilarga juma kuni xutba o'qib berdi. Hatta xutbada Malikul Ashrafni sultan qilganlikni so'zlab berdi deydi. Yani bu islomning ishlaridan deb ba'zi shaklda bo'lsa-mu bir ehtirom berdi demoqchi. Xutbadan tushgan vaqtida kishilarga Qozil Quzzat Badriddin ibn Jamoa namoz o'qib berdi. Ondan xalifa yana bir qatim xutba o'qib, bu xutbada jihad xutbasini o'qib, Bag'dod va Bag'dod qatorliq atrofdagi shaharlarni musulmonlarning qaytirib ilolishining muhimligi haqida va'z nasihat qildi. Hijriya 691-yil bo'lgan vaqtida sultan safar qilib Rim qal'asini muhosir qildi deyilgan. Çünkü bu vaqtlarda meyli Misr, meyli hozirgi Ordan, Palestin, Libiya, Libnan, Damashq qatorliq Sham diyorlari, ta Halepgacha Turkiyaning bir qism shaharlari mushu mamluklarniki qo'lida, mamluklarniki davlat territoriyasi yomon cho'ng o'z paytlarida. Bu Rum qal'asi degan qarg'a vaqtida mushu hozir Turkiya tarafga ma'lum bir qal'alar bo'lsa kerak. 693-yil bo'lgan vaqtida Sultan Batrujani Muharram oyida o'ltirdi. Hijriya 693-yil bo'lgan vaqtida Sultan Muharram oyida Tarruja degan yezda o'ltirildi. Bu uzun muddat hukm surgan, nurg'un ishlarni qilgan bir xalifa. Shu vaqtida shu Shamniki dengiz sohillari, hozirgi Isroiliyadagi Uka shaharlari shu Armanlarning, ahli saliblarning qo'lida. Kahramanmaraş deymiz Türkiye'nin şu diyarlarını qaytadan Ermeniler egallab olgan. Rum qal'asi deymiz. Mushu Ermenilerden, ahli saliblerden nurg'un yurtlarni, Sham diyarlari, Türkiye tarafdagi o'rinlarni mush odam Anadolu diyardiki, mush odam fatih qilib egallagan. Lekin oxirida bu odamni o'ltirildi. Tarrujatga hozirgi Misrniki Buhayra degan bir noyninki bir yesamda. Bu adamның akisi yoki enisi Muhammad ibn Mansurni sultan qilib, buni Malikun Nasir deb laqamlandi. Bu shu vaqtda 9 yosh. 694-yili Muharram oyida bu adamni g'olab tushirib, Kutub og'a Mansurini sultan qildi. Buni Malikul Adil deb nom berdi. Bu adamda siyosiy qalamqonchilikqa o'zi bir vaqtida. Mush yilning o'zida Hulaku Xonning chevrisi Qozon ibn Arg'on Xon musulmon bo'ldi. Bu Mo'ng'ul podshohi, ya'ni bu Fars diyoridagi İlg'ollar davlatining ayni vaqtdagi sultoni. Xaloyiq bundan ajoyib xursand bo'ldi dedi.
Bunun askerleri şunun bilan musulmon bo'ldi. Ta hamda shu Mo'g'ullarniki poytaxti hozirgi Ironniki Tabrizda. Shu Ironda hozirga qadar shu Mo'g'ul chiroyidagi nurg'un kishilar bor. Masalan, hozir Qashqay deymiz, Ironning Qashqay shahri. Shu Qashqardan kelgan kishilar joylashgan o'rin shu Qashqay deb atalgan deyiladi. Bu diyorlar hamda shu ham Mo'g'ullar va Mo'g'ullar bilan birga kelgan turk askarlarniki diyorlari, makoni. Hozir qadar shu turk chiroyida, Mo'g'ul chiroyida xalq Ironda yashaydi. Hijriya 696-yili bo'lgan vaqtida sulton Damashqda edi deydi. Lachinbek sultonning g'olab tushirib chiqib, amirlar buningga qasam qilib dedi, hech bir odam ixtilof qilmadi. Buni Malkul Mansur deb laqablandi. Bumi ma'vu odamdan tatulib bordamda. Kutub og'adan tatib oldi. Bu Kutub og'a degan qaraganda turkda qiladi. Bu safar edi yuz bergan. Xalifa buningga bir qora to'n hadiya qildi. Bu hamda shu xalifaning sultonlikni e'tirof qilganlikning belgisi bu. Uningga yorliq yozib berdi deydi. Kutub og'a Odilni hamda Sarxatga naib vali qilib avatdi. Anda Lachinbek o'ltirildi. Sarxat deganmi hozirgi shu Damashqninki muhim shaharlardan biri, Horonga yaqin joyda. Lekin Lachinbek Jumadil oxir oyida o'ltirildi. Bu 98-yil o'ltirilib bundaqda, ya'ni 2 yilga yaqin 120 yildak hokimiyat turibdi. Kim bu podshohlikni yana dastlab g'olab tushiritilgan Malkun Nasir Muhammad ibn Mansur al-Qalavun buni qaytadan sulton qilib, yana qaytirib keldi. Bu Kerkka palangan Kerk hozir Iordaniyada. Xalifa buningga yorliq berdi, Odilni Humoga naib qilib avatdi. Bu Kutub og'a shu. Hamda 702-yili o'lib ketganga qadar sulton Muhammad ibn Mansur Qalavun Misrning sultoni bo'lib yashadi. Hamda xalifa hokim Be'amrillarning vafoti haqida to'xtalamiz. 701-yil bo'lgan vaqtida Misrdagi xalifa hokim Be'amrillar Jumadil ula oyining 18-kuni juma kunida o'lib ketdi. Qal'aning ostidagi, ya'ni Zoir Baybars qal'asi deymiz Misrdagi. Shu qal'aning ostidagi ot bozorida bu odamning asr namozida meyit namozini o'qidi deydi. Jinosiga davlatning nurg'un shaxslari, davlat arboblari piyoda holatda qatnashgan. Bu kishi Sayyid Nafisa qabristonligi deb qilgan. Sayyid Nafisa ismli payg'ambarimizning jamoatiga tutishgan bir ayolninki qabrisi bor. Sayyid Nafisa nomida cho'ng jami bor Misrda. Shu o'rin shu nurg'un podshohlarningki qabristonligi mushada. Mana bu xalifalar ichida tunji qatim Sayyid Nafisa qabristonligi deb qilingan odam shu hokim Be'amrillah aytadi. Hozir qadar xalifalarning mushu o'ringa deb qilingan. Demak, Sayyid Nafisa qabristonligi Misrning Avot yeriga joylashgan, Qayraniki. Bu odam xalifalikni keyin o'zining o'g'li Abu Rabiya, ya'ni Sulaymonga valiahd qilib bekitib qo'ygan edi. Demak, bu odam o'lib ketgandan keyin mushu xalifa bo'ldi demakchi. Endi biz keyingi darsimizda mush davrda o'lib ketgan mashhur shaxslar haqida to'xtalamiz. Bugungi darsimiz mushagich bo'lgan va sallallohu alayhi va Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.